Topgan davlat eng past daromadli qatlam, eng yuqori qatlam o'rtasida anchagina farq bor. Xo'p, bundan tashqari migrantlar va ayrim hududlar bo'yicha ijtimoiy moslashuv masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Shunday qilib Avstraliyada umumiy farovonlik yuqori bo'lsa-da, teng taqsimot va ijtimoiy inklyuziya masalalari hali ham dolzarb hisoblanadi. Xo'p, o'rtacha ekvivalent sof daromad aholi bo'yicha o'rtacha daromad Avstraliya dollarida oyiga 4800, eng past 40% daromad guruhi Avstraliya dollarida 2600, ya'ni bu oy kesimida. Xo'p, yayimdagi Xo'p, 11-maqsad shaharlar va jamoalar. Xo'p, 11-maqsad barqaror shaharlar va jamoalar. Avstraliya shaharlarida transport, chiqindilarni boshqarish va yashil hududlar bo'yicha muayyan natijalar borligini ko'rsatadi. Yirik shaharlarda infratuzilma yaxshi rivojlangan, chiqindilarni qayta ishlash tizimi ham ancha shakllangan, lekin urbanizatsiya bilan birga jinoyatchilik, chiqindi hajmi va ekologik bosim kabi muammolar paydo bo'ladi. Xo'p, demak, Avstraliyada shaharlar rivojlangan, ammo ularni yanada yashash uchun qulay va ekologik barqaror qilish talab qilinadi. Xo'p, madaniy merosni saqlashga davlat xarajatlari 6.5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu davlat tomonidan ajratilgan. Madaniy merosni saqlashga davlat xarajatlari bu ham 6.5 milliard, ya'ni Avstraliya dollarida tashkil qiladi. Jamoat uchun ochiq yashil hududlar 30 metr kvadrat, har bir aholi uchun yashil hudud, ya'ni bu aholi jon boshiga 30 metr kvadratni tashkil qiladi. Shahar chiqindilari, chiqindilari 75 million tonna ishlab chiqarilgan. Ulardan 60% chiqindilarni qayta ishlagan. Xo'p, jinoyatlar soni 420 mingta. Shundan og'ir jinoyatlar ulushi 15% ni tashkil qiladi. Xo'p, 12-reja mas'uliyatli iste'mol va ishlab chiqarish. Xo'p, resurslardan foydalanish va chiqindilar muammosiga e'tibor qaratadi Avstraliya asosan. Xo'p, ichki material iste'moli yuqori bo'lgan iqtisodiyot faol va iste'mol katta ekanini ko'rsatadi. Xo'p, lekin bu ekologik yukni ham oshiradi. Oziq-ovqat chiqindilari va boshqa turdagi chiqindilarni kamaytirish bu maqsadning asosiy yo'nalishidir. Xulosa shuki, Avstraliyada ishlab chiqarish va iste'molda yuqori darajada rivojlangan Avstraliyada, ammo ekologik mas'uliyatni kuchaytirish kerak. Xo'p, ichki materiallar iste'moli jami 920 million tonnani tashkil qiladi. Jon boshiga 35 tonnadan to'g'ri keladi. Oziq-ovqat chiqindilari 7.6 million tonna. Xo'p, oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish bo'yicha dasturlar joriy etilgan Avstraliyada. Xo'p, ichki material iste'moli 920 million tonnani tashkil qiladi. Aholi jon boshiga 35 tonna. Xo'p, 13-maqsad iqlim o'zgarishiga qarshi kurash. Xo'p, Avstraliyada iqlim masalasi juda muhim ekanini ko'rsatadi. Aholi jon boshiga emissiya darajasi nisbatan yuqori, issiqxona gazlarining katta qismi esa energetika, transport va sanoat tarmoqlariga to'g'ri keladi. Shu bilan birga iqlim moliyalashtirish va yashil investitsiyalar oshib borayotgani ijobiy holatidir. Demak, Avstraliya iqlimiy siyosatini kuchaytirgan bo'lsa-da, amaliy natijalarni tezlashtirishi zarur. Moliyalashtirish 1,5 milliard dollarni Milliy va xalqaro iqlim moliyasi tashkilotidan ajratilgan. Hukumat tomonidan hukumat iqlimiga qarshi choralar uchun investitsiyalarni oshirmoqda, ayniqsa yashil energiyaga. Xo'p, xulosa, issiqxonalarni asosiy qismi energetika, transport va sanoat sektorlarida chiqadi. Boya yuqorida aytib o'tgandek. Xo'p, eng katta ulush elektr energetika sektoriga to'g'ri keladi. 2050-yilgacha hukumat karbon neytrallikka erishish maqsadini qo'ygan.
quyosh va shamol energetikasi tez rivojlanmoqda Avstraliyada hozirgi kunda. Xo'p, keyingi reja, to есть maqsad. Xo'p, 14. Suvosti hayoti. Suvosti hayoti. Xo'p, dengiz va baliqchilikni rivojlantirish va moliyalashtirish 2014 va 2020-yillarni o'z ichiga oladi. Xo'p, dengiz resurslari va baliqchilikni muhofaza qilishga bag'ishlangan bu maqsad. Avstraliya dengiz muhofazasi bo'yicha katta hududlarni himoya qilayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Biroq ayrim baliq havzalari ortiqcha ovlanish yoki bosim ostida qolayotgani ko'rinadi. Shuning uchun asosiy vazifa dengiz bioxilma-xilligini saqlangan holatda baliqchiliklarni barqaror rivojlantirishdan iborat. Xo'p, dengiz hududlariga nisbatan muhofaza qilingan hududlar qamrovi 2022-yilgi natijalar bo'yicha yashil rangda bo'yalgan hududlar, ya'ni mana shimol, janub, sharq, shimoli sharqiy hududlar va janubiy va g'arbiy hududlarni chekka qismlari muhofaza qilinadigan dengiz hududlari hisoblanadi. O'zi Avstraliya ham bitta davlat, ham materik hisoblanganligi uchun asosan o'sha chekka hududlari muhofaza qilinishiga olingan. Xo'p, Avstraliya dunyodagi eng katta dengiz muhofaza hududlariga ega. Chunki boya aytib o'tganimdek, hamma tomoni dengiz bilan o'ralgan. Avstraliya dunyoning eng katta dengiz muhofaza hududlariga egalardan biri. Barqaror darajada o'rnayotgan baliqlar zaxiralari, baliq zaxiralari barqaror darajada 65% tashkil qiladi. Haddan tashqari ovlanayotgan yoki bosim ostidagi baliq ovlanayotgan hududlar 35% tashkil qiladi. Xo'p, baliq resurslarini muhofaza qilish bo'yicha qat'iy siyosatlar olib borilmoqda. Hozirda hukumat tomonidan shu. Xo'p, keyingi reja 15-maqsad. Xo'p, quruqlikdagi hayot. Xo'p, Avstraliyaning tabiiy boyliklari juda katta ekanini ko'rsatadi. O'rmon maydoni, milliy bog'lar va qo'riqxonalar hajmi ekologiya muhofazaga jiddiy e'tibor berilayotganini bildiradi. Shu bilan birga yo'qolib borayotgan turlarni himoya qilish, o'rmonlarni tiklash va monitoring ishlarini kuchaytirish zarur. Chunki Avstraliyada ayrim hayvonlar va ularning turlari kamayib ketyapti. Shularni muhofazaga olish kerak. Xo'p, Avstraliyada quruqlikdagi ekotizimlarni asrashda katta salohiyatga ega, lekin bioxilma-xillikni saqlash doimiy nazorat talab qiladi. Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tarmog'i 2024-yilda Avstraliyada keng milliy parklar va biosfera rezervatlar mavjud, ya'ni qurilib borilmoqda. Buyuk hududlar ekologik muvozanatni saqlashga xizmat qiladi. Avstraliyaning umumiy o'rmon maydoni 2024-yilgi statistikalar asosida 134 million gektarni tashkil qiladi. O'rmon maydoni, ya'ni bular bu mamlakat quruqlik hududining 17% qismini tashkil qiladi. Xo'p, muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tarmog'i 2024-yil bo'yicha davlatlar xalqaro investitsiyalar 15 milliardni tashkil qiladi. AQSh dollarida yiliga AQSh dollariga 15 milliardni tashkil qiladi. Xo'p, o'rmonlarni tiklash. Xo'p, bunda maqsadlar yo'qolib borayotgan turlarni himoya qilish, o'rmonlarni tiklash va ekologik monitoring hisoblanadi. Xo'p, milliy bog'lar va qo'riqxona hududlari jami 180 million gektarni muhofaza qilinadigan hududlar hisoblanadi. Ya'ni o'rmon hududlaridan ham tashqari bo'lgan hududlar, ya'ni o'rmon hududi jami 134 bo'lsa, 180 million gektar muhofaza qilinadigan hududlar hisoblanadi. Xo'p, yer qoplami turlari foizli 2024, o'rmon va tabiiy hududlar 2018-yil bo'yicha 16,5%, 2024 17. Bunda unchalik o'zgarish aks etmagan, ya'ni 0,5% oshgan. Shahar va infratuzilmalar 2018-yilda 0,5%, 2024-yilda 0,7%, ya'ni 0,2% ga ko'tarilgan. Bu ham unchalik ko'p oshmagan, ya'ni sezilarli darajada emas. Qishloq xo'jaligi va boshqa yerlar.
Hop 2018-yilda 82% ni tashkil qiladi, 2024-yilda 17%ni. Hop Avstraliya, hop keyingi maqsad, hop Avstraliya hop tinchlik, adolat va kuchli institutlar. Hop Avstraliyada davlat institutlari nisbatan kuchli va samarali ekanini ko'rsatadi. Jinoyatchilik darajasi past, yuqorida adashmasam 3-darajada aytilgandek, davlat xizmatlaridan qoniqish darajasi esa ancha yuqori, ammo odam savdosi kabi global jinoyatlar bu sohada hushyorlikni yo'qotmaslik kerakligini bildiradi. Hop xulosa qilib aytganda, Avstraliya kuchli institutlarga ega davlat, lekin adolat va xavfsizlikni ta'minlash doimiy jarayondir, ya'ni doimiy talab qiladi. Hop parlament saylovlarida ayollarning ulushi yuqorida aytilgandek 4-darajada bo'lsa 38%, qolgani erkaklar. Hop davlat xizmatlaridan qoniqish darajasi ma'muriy xizmatlar 78% ni tashkil qiladi, ta'lim tizimi 85%. Qotillik qurbonlari soni 380 ta 2023-yildagi statistika bo'yicha. Hop Avstraliya dunyodagi eng past jinoyatchilik darajasiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Hop hukumat byudjeti ma'muriy xizmatlar 78% ni, hop ta'lim 85% ni, sog'liqni saqlash, bu yoqda ta'lim o'qitib sog'liqni saqlash ham 15% ni tashkil qiladi. Ya'ni davlat tizimlaridan qoniqish darajasi, ya'ni bu yoqda sog'liqni saqlash ham 15% ni tashkil qiladi. Hop odam savdosi qurbonlari 180 kishini tashkil qiladi. 2022-yil natijasiga ko'ra 110 tasi jinsiy ekspluatatsiya, 70 tasi majburiy mehnat. Hop hukumat byudjeti 700 milliardni xarajatlar taqsimotiga kiritgan. 35% ijtimoiy himoya, 20% sog'liqni saqlash va 15% ta'lim uchun ajratilgan ushbu summa. Hop keyingi maqsad, hop va so'nggisi hop hamkorlik, maqsadlar uchun hamkorliklar, xalqaro hamkorliklar va moliyaviy salohiyatni muhimligini ko'rsatadi bu maqsad. Hop davlat daromadlari, xalqaro yordam, iqtisodiy hamkorlik va internet infratuzilmasi Avstraliyani global tizimda faol ishtirok etayotganini bildiradi. Ayniqsa raqamli infratuzilmaning keng rivojlanganini mamlakatning zamonaviy sheriklik modeliga moslashganini ko'rsatadi. Demak, Avstraliya SDG maqsadlariga erishishda nafaqat ichki siyosatga, balki xalqaro hamkorlikka ham tayangan davlat hisoblanadi. Hop bu mahalliy hukumat daromadlari byudjet ulushi, hududlar kesimi bo'yicha taqsimlanishi, hukumat daromadlari yangiga nisbatan ulushi, yangiga nisbatan 23.8% ni, ya'ni yalpi-ichki mahsulotning 23.8% ni hop qamrab olgan, ya'ni o'z ichiga oladi. Hop internet keng polosali ulanishlar 2024 aholining internetdan foydalanishi 92% deyarli barcha aholi 92%, bu juda ko'p. Hop yuqori tezlikda internet qamrovi bilan ta'minlangan. Hop biz Avstraliyada global savdo va investitsiya tizimida faol ishtirok etadi. Raqamli infratuzilma keng rivojlangan global savdo va yordam tizimida. Hop xalqaro hamkorlik, moliyaviy yordamlar 2024. Hop 3.8 milliard xalqaro yordam kelib tushgan Avstraliyaga. AQSh dollarida 3.8 milliard. Hop xalqaro iqtisodiy hamkorliklar Avstraliya, Xitoy, AQSh, Yaponiya va Singapur davlatlari bilan hamkorliklar olib boradi. Shu bu yoqda adabiyotlar ro'yxati berilgan.